парковки. Чудові парковки були. Парковках. Pulli parkovkalar. Pulli parkovkalar. Pulli parkovkalar. Pulli parkovka. Pulli parkovkalar bo'ldi. Pulli parkovkalar. Ha bu o'sha siqasi chiqib ketgan Toshkent parking tizimi. Barchamiz haligacha mantiqsiz qismlarga tushunmayotganimiz hammaga ma'lum. Bir boshidan maqsadlari, sabablari va tashkiliy masalalarni, plyus va minuslarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Eng asosiy maqsadlardan biri Toshkentdagi tirbandliklarni oldini olish. Ammo ba'zi hududlarda qisman bo'lsa ham tirbandliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'layotgan tizim ham hisoblanadi. Ushbu tizimni joriy etilishiga asosiy sabab harakat xavfsizligini ta'minlash va tirbandliklarni oldini olish. Ya'ni qanday turdagi tirbandlik? Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, yo'l yaqinlariga odamlar turlicha mashinalarini parkovka qilishadi va yo'lni harakat qismigacha chiqib ketish holatlari ham mavjud. Ushbu harakat qismigacha chiqib ketgan mashinalarni parkovka qilishdagi tartibni o'rnatishdan ham iborat. Ushbu gaplarni ommaviy axborot vositalaridagi o'sha podkastlar, intervyular va odamlarni umumiy fikrlaridan kelib chiqib aytmoqdaman. To'g'ri, ushbu mashinalarni tartibsiz parkovka qilish ortidan qisman bo'lsa ham tirbandliklar yuzaga kelgan. Joriy etilgandan so'ng rostdan ham tartibsiz parkovka qilingan yo'llar tartibli ko'rinishga keldi. Masalan, mana bunday holatdan mana bunday ko'rinishga. Buni natijasida harakat qisman tezlashdi. Shuningdek, biz ko'rmayotgan boshqa afzallik jihatlari ham mavjud. Agarda adolatli va to'g'ri, har tomonlama o'ylangan shaklda ushbu tizimni kengaytiradigan bo'lsak, qaysidir muammolarimizga yechim bo'lishi mumkin transport sohasida. Minus tomoniga to'xtaladigan bo'lsak, bir jiddiy ham mantiqsiz holat yuzaga kelgan. Juda ko'p advokat, blogerlar ko'tarib chiqayotgan mavzu anchadan beri hali ham davom ettirayotgan advokatlar bor. Ya'ni to'xtash mumkin emas. Ya'ni to'xtash taqiqlanadi belgisi, o'rniga o'sha pulli parkovkalarni joriy etib qo'yilishi. Aslida nima uchun to'xtash mumkin emas edi u joyda? Ushbu holatlarni aniqlashimiz kerak. Internetdan ko'rdim, o'rgandim, nima maqsadda to'xtash mumkin emas, chet elda nima uchun to'xtash mumkin emas, o'sha 327-belgimada adashmasam. Chiqdim. Birinchidan, 327-belgini nima sababdan o'rnatadi deb izladim. Eng birinchi navbatda tirbandlikka keltirib chiqarmaslik uchun taqiqlovchi belgi qo'yilgan. Ikkinchidan, chorraha va piyodalar o'tish yo'lagini ko'rinish maydonini yopmaslik uchun. Shuningdek, transport harakati xavfsizligi uchun, ba'zi bir davlatlarda bor ekan, agar yo'l yoqasida latok bo'ladigan bo'lsa, o'sha latok qism tomon cho'kmaslik uchun va bir nechta sabablarni keltirib o'tdi. Arzigulik sabablar hammasi. Bizda shuncha yillar mobaynida to'xtash taqiqlangan joylar bugungi kunda parkovka o'rniga o'tib qolgan. Bir mantiqsiz holat. Keyingi masala, ikki polosali yo'llarda ham parkingga, ya'ni parkovka qilish uchun joylarni tashkil etilishi. Agarda Germaniya, Yaponiya yoki bo'lmasa boshqa davlatlarni ushbu xuddi yo'llarning bir qismini parking qilish masalalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularda liniyali yo'llarni parkovka qilishga ruxsat bermas ekan. Bizda ikkita liniyalilarni bittasini parkovka qilib qo'yapti, bittasini harakat qatnov qismida qo'yapti. Ushbu joyda tirbandliklar kelib chiqyapti. Tirbandliklar kelib chiqmagan taqdirda ham u joyda kelajakda yuz beradigan voqealarni oldini olishimiz kerak. Misol uchun, tez tibbiy yordam, pajarnilar yoki bo'lmasa boshqa maxsus transportlar o'tadigan vaziyatda boshqa yerga yo'l bo'shatib qo'yish uchun joy mavjud bo'lmaydi. Uchinchi holat, latokdan keyingi o'ng tarafdagi, ya'ni muhofaza hududida odamlar oldin mashinasini qo'yardi, ya'ni latokka o'sha ko'prik qo'yilgan bo'lardi va mashinasini o'sha muhofaza zonaga qo'yardi. Bugungi kunda o'sha latokdagi ko'prikcha olib tashlanib turib, o'sha joydagi yana parkovka qilib qo'yapti. Oldin mashina qo'yishga joy bo'lgan, lekin o'sha joyga yopib qo'yib, xuddi majburiy tarzda bu joyga mashinani qo'yasan degandek bo'lib qolgan. Ikki polosali yoki bo'lmasa juda ko'p tirbandlik bo'ladigan yo'llarimizga hech qanaqa parkovka uchun joy ajratilishi kerak emas. U joydagi o'sha 327-belgi qolish kerak va kameralashtirilishi kerak hisoblanadi. Ya'ni kimdir to'xtasa, ya'ni parkovka qilish uchun to'xtasa, jarima yozadigan bo'lsin. Tamom. Qolgan joydagi muammo kelib chiqmayotgan joylarga, polosasi 3-4 o'ndan ko'p bo'lgan hududlarda, misol uchun, bemalol tashkil etilsa bo'ladi deb o'ylayman. Juda ko'p ma'lumot o'qib, o'rganib chiqdim. Faqat videoda yetkazib berish qiyinroq bo'lyapti.